Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlar. Mana shu obyektimizni arka siliflarini 45 gradus holatda qilib chiqarib berganmiz. Bu ishimiz Toshkent shahri Yashnobod tumanida qilib bitkazgan ishlarimizdan bittasi. E'tibor berib turgan bo'lsanglar, arka siliflarimizni tagida 45 gradusli joyi ham bir-biriga zamok qilib turib chiqarilgan, chig'iriq solinmagan. Mana hozir pastdan tagidan ko'rsataman. Ko'rib turgan bo'lsanglar, 45 gradus ham oynaga o'xshab tekis holatda turibdi. Endi ichkariga kiramiz. Ichkaridagi 3 ta bor. Xuddi shu holatda. Orqa tarafi. Mana. Juda ham chiroyli holatda. 45 tunika matvi, mokri. Ana bunisi quyosh tushib turgan holatdagisi. Mana zamoklari ham kelishib, bir xilda 45 gradusli joyni aylantirib o'tib ketganmiz. Xo'p, bunisini ham ko'rsatib qo'yaman. Bunisiga mana quyosh tushgani yo'q. Xullas har qanday holatda, har qanday ob-havoda o'zini tekis va hech qanaqa valnasi tutib turadigan silifimizdan qilib berganmiz. Kimga mana shunaqa siliflar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz tayyorlab o'rnatib ham beramiz. Ekrandagi raqamga aloqaga chiqib olasizlar, chiroyli qilib, xudo xolasa tayyorlab o'rnatib beramiz. Vodiy bo'yicha dastavkamiz hozir kuni tekin, chunki Qo'qondamiz. Kimga mana shunaqa arka silif yoki dubga kerak bo'ladigan bo'lsa, figurali tarno kerak bo'ladigan bo'lsa ham ekrandagi raqamga aloqaga chiqib olasizlar, chiroyli qilib tayyorlab o'rnatib beramiz. Mana xuddi shu tomda tepasiga profnasli kerak bo'lsa ham aloqaga chiqib olasizlar, profnaslilari ham bor. Arkasiga nima ketadigan bo'lsa, xudo xolasa hamma narsasini tayyorlab o'rnatib, kerak bo'lsa tayyorlab jo'natib ham beramiz. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Mana bunisi ham turish. Aloqaga chiqinglar, xudo xolasa kelishilgan narxlarda chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Hammaga rahmat.